Hammaga salom. Sizlar bilan Sa'dulla Abdullayev va biz bugun UDevs IT kompaniyasidamiz va bu yerda IT Project Manager bilan gaplashamiz. Ya'ni bu odam qanaqadir IT loyiha kelsa, IT buyurtma kelsa, u jamoani yig'ib, mana shu jamoani boshqarib, to'liq IT qanaqadir mahsulotni chiqarib beradigan odam. Va bizning qahramonimiz mana shu darajaga qanday yetib borganini bugun bilib olasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta tanishtirib o'rsangiz o'zingizni. Ismim Ne'matjonov Muhammad Umar. UDevs IT kompaniyasida project manager bo'lib ishlayman. Necha yoshdasiz? 19. Aha. Qarang, bizning videomizni yoshlar uchun ularga project manager, ya'ni shunaqa kompaniyada ishlaydigan IT sohasida ishlaydigan project manager nima qilishini tushuntirib berishingiz kerak bo'lsa, qanaqa tushuntirib bergan bo'lardingiz? Project manager bu IT kompaniyada, aynan outsourcing kompaniyasida, IT outsourcing kompaniyasida ko'proq aynan biron bir proyektga tushgan bo'ladi. Bironta proyekt ustida ishlayotgan paytda bu proyektni 100% o'rganib chiqib, uni boshqarishni, uni jamoasini, razraботчиклар komandasini boshqarishni to'laqonli bilish kerak bo'ladi va to'g'ri boshqarish kerak bo'ladi. Ya'ni to'g'ri tushunyapman, masalan, qanaqadir boshqa kompaniyaga qanaqadir IT mahsulot kerak, tam ilova kerak yoki sayt kerak, tizim yoki qanaqadir onlayn tizim kerakda, ular sizlarga chiqishadi, mana shuni yasab beringlar deyishadi. Siz keyin project manager sifatida qaysi dasturchilar bu vazifani bajarishini tanlab chiqasizda, shu vazifani to'g'ri bajarishyaptimi yo'qmi, siz boshqarib berasiz bu narsani, to'g'rimi? Albatta, ularni hamma kerakli texnik topshirig'i bo'ladi. Bu texnik topshiriqni biz dekompozitsiya qilib, mayda detallarigacha yozib beramiz dasturchilarga va dasturchilar uni birma-ketin bajarib olishini nazorat qilamiz. Va ularda hech qanaqangi bir to'siqlar bo'lmasligiga javob beramiz. Siz ham o'zingiz bu kompaniyada dasturchi sifatida boshlaganmisiz yo'lingizni? Yo'q, lekin IT ga kirib kelishimda aynan dasturchilikdan boshlaganman. Bu yerga уже project manager Bu yerga to'laqonli project manager bo'lib. Shunaqa ishda project manager bo'lgan odam o'zi ham dasturchi bo'lishi shartmi? Maslahat berardim dasturchi bo'lgan bo'lishlikni. Chunki dasturchi bo'lmasangiz dastur qanday ishlashini tushunishingiz qiyin bo'lib qoladi. Bu yerda ham ikki xil yo'li bor. Yokida siz biznesni yaxshiroq tushunasiz, yokida siz IT ni yaxshiroq tushunasiz. IT ni yaxshiroq tushunsangiz, dasturchilar komandasi bilan Sifatda yaxshi muloqotingiz yaxshi bo'ladi, sifati zo'r bo'ladi. Ikkinchi tomoni, klient bilan biznes haqida muhokamalar ketadigan bo'lsa, siz u yerda foydangiz ko'proq tegishi mumkin bo'ladi. Ikkalasini parallelni olib keta oladigan odam shu project manager bo'ladi. Siz demak ikkalasini birga olib keta olasiz. Xudo xolasa, o'xshayapti. Zo'r. O'zi nega IT ni tanlagansiz? Chunki atrofimdagi eng nima deydi, o'ziga ishongan va rezultatga erishgan odamlar IT sohasidan ketgan. То есть hamma yaqin tanishlarim, допустим, banklarda yokida boshqa IT kompaniyalar chet elga ishlashadi. Bemalol vaqti bo'yicha 9 dan 6 gacha degan anisi yo'q. Ограниченияларsiz xohlagan joydan ishlashadi. Uydan turib ham ishlaydigan tanishlarim bor. Sizni qiziqtirgan dasturchilikka kirib ketgansiz. Xuddi shunday. Hozir ham mana project manager bo'lsangiz ham o'zingiz dasturlab turasiz? Ha. Hozir o'zimning ishimni ko'proq avtomatizatsiya qilishga harakat qilyapman. Sun'iy intellekt orqali. Shunda hozir dasturchilarga har bitta texnik topshiriqdan detallarini yozib chiqadigan bo'lsam, bu narsani hozir menga sun'iy intellekt qilib beryapti. Aytgancha mana yaqinda o'zim chat video qildim. ChatGPT bilan telefon yordamida u menga kod yozib berdi, HTML da o'yin yaratdim-da, 20 minut ketdi atiga. Ya'ni super osonlashtiryapti bu ishni. Ya'ni men dasturchilikda hech qanaqa tajriba ega bo'lmagan odam, koding qilishni bilmaydigan odam o'yin yarata oldim ChatGPT yordamida.
Siz nima deb o'ylaysiz mana qaysi darajadagi dasturchilarni yaqinda butunlay o'rnini bosib qo'yadi sun'iy intellekt? Yuqori darajadagilarni bosa olmaydi, chunki ular bajaradigan, ular yozadigan kodlarni sun'iy intellekt yozish uchun ham foydalanishadi. Aytmoqchiman, o'zini yaratuvchisini hech qachon bosib o'tolmaydi. Bo'ldi, tushunarli. Mana masalan, agarda mana shunaqa kompaniyaga dasturchilikni bilmaydigan, lekin sun'iy intellekt bilan zo'r ishlashni biladigan odam kelsada, u to'liqona haligi sizlarni hamkasbingiz sifatida sizlar bilan ishlay oladimi? Ya'ni masalan, promptni zo'r yozadigan odamlar bor-ku, kodingni bilmaydi, lekin ChatGPTga ham sun'iy intellektga vazifalarni zo'r berib qo'yadi-da, xohlagan narsasini qildira oladi. Unaqa odam a'zo bo'la oladimi komandalarga? Internga balkim. Lekin internga nimaga deganda biz ko'proq kattaroq nima deydi, loyihalar bilan ishlaymiz. Kattaroq proyektlar bilan ishlaganligimiz uchun biz uchun sun'iy intellekt ham baribir xato bilan generatsiya qiladi ba'zida. Biz bu narsaga real proyektlarga qo'yib berishimiz sal qiyinroq bo'ladi. Tushunarli. Bu ham qanaqadir risk. Lekin masalan, shunaqa odamni ishga olgan bo'lardinglar. Masalan, sun'iy intellektni yaxshi bilsa-da, keyin kelajakda o'sha kodingni endi o'rganayotgan bo'lsa. Sun'iy intellekt bo'yicha agar mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, kodingni yaxshi tushunmasdan, lekin sun'iy intellekt sohasi bo'yicha mutaxassis bo'ladigan bo'lsa, albatta. Bizning hozirgi zamonda endi proyektlarimizda ko'pida sun'iy intellekt integratsiyasi bilan ishlashimizga to'g'ri kelyapti. Zo'r. Mana sizni shaxsan o'zingizning ishingiz, mana project manager bo'lib, IT qanaqadir vazifa keldi, hammani boshqarib, o'shani bajarishingiz kerak. Bu ko'proq ijodiy ishmi yoki analitik ishmi? Sizning ishingiz. Aynan meni holatimni ko'radigan bo'lsak, men ko'proq ijodiy taraflama yondashaman. Nimaga deganda, men loyiham shunaqa. Masalan, kimdir fintech loyihada ishlaydigan bo'lsa, finansiy kompaniyalarda, ularniki bo'li analitический bo'ladi. Meni loyiham bo'li kreativniy, mediaga aloqador bo'lganligi uchun, onlayn kino platforma bo'lganligi uchun men bo'li kreativniyroq yondashishga harakat qilaman. O'zi yo'lingizni nimadan boshlagansiz? Ya'ni mana hozir siz project managersiz. Qayerda o'qigansiz? PDP universitetida. PDP universitetida. Haligacha o'qiyman. Dasturlash yo'nalishida. Ha. Haligacha o'qiysiz? Haligacha o'qiyman. Qancha bo'ldi ishlayotganingizga? Yarim yil. To есть 6 oydan beri ishlab kelyapman. Project manager sifatida. Project manager. Dasturchi bo'lib qancha ishladingiz? Dasturchi bo'lib universitetdan oldin boshlaganman. Chunki universitetdan oldin ham men kurslarga borib yurardim. Onlayn nima deydi? Offline front-end kursiga borganman. 9 oy front-endchi bo'lib o'qiganman va o'qiyotgan paytimda уже birinchi proyektimni olganman. Mana project manager sifatida har kuni ertalab kelasiz ishga. Ha. Nima qilasiz? Birinchi o'chirda komanda bilan stand up qilamiz. Stand up bu har kungi ertalabki. Yo'q. Har kungi stand up meeting bu kecha nima qildik? 3 ta asosiy punkti bor. Shu punktlar bo'yicha o'tib chiqamiz. Har bitta dasturchi uchun. Birinchisi kecha nima qildik? Kecha nima zadachalarni yopdik? Bugun nima qilamiz? Va bugun shu ishlarni qilishimiz uchun qanaqadir blokerlar bormi? Blokerlar deganda xalaqit qiluvchi omillari bormi? Bloger deb eshitdim boshida, hayron bo'ldim. Bloker. Mana tasavvur qiling, qanaqadir vazifa keldi sizlarga. Siz project manager sifatida qanaqadir patterningiz bormi, sxemangiz bormi, ishlash sxemasi, ya'ni masalan, vazifani olasizda, tak, bu vazifani birinchi mana bunisini qilamiz, keyin bunisini qilamiz, keyin bunisini qilamiz deydigan qanaqadir tizimingiz bormi? Plan, reja? Ha, shunaqa bor. Uni o'zingiz hal qilasizmi? Bu narsa har xil omillardan kelib chiqib o'zi hal bo'lib ketadi. Bu deganda qaysidir ham sayt yokida
bizda ko'pincha ham sayt, ham mobil qurilmalarga ilovalar yozamiz. O'shaning uchun ham sayt uchun, ham mobil uchun, ham ularni boshqarib turish uchun admin paneli uchun o'ylashimizga to'g'ri keladi. Shu 3 xil device uchun. Masalan, admin panel bilan sayt tez productionga chiqadi. Test qilinadi, boshqa nima qilinadi, har xil etaplardan keyin tez productionga chiqadi, bukvalno 10 minut ichida. Lekin mobil qurilmalarni Google Play и nima App Store tekshirishi uchun 3 kungacha vaqt ketadi. Uni o'zingiz topshirasizlarmi? Da, o'zimiz topshiramiz, ba'zida shu klientlarimiz akkauntidan topshiramiz. Qaysi holatlarda olmasligi mumkin shu App Store yoki Google Play? Har xil holatlari bo'lishi mumkin. Kritichniy baglari bo'lsa, baglarni ham tekshiradi. baglari Ya'ni, bo'lsa, da. masalan, esimda bor, Androidni 10 yil oldin ishlatgan paytlarim nega iPhone'ga o'tgim kelardi? Chunki Play Market deyilardi u payt. Play Marketda Android uchun ilovalar bagnuta ham bo'lardi, ba'zilarida. Prosta ishlamasdi. U paytda demak baglarga tekshirishmaganmi? Balkim politika konfidensialnosti degan narsasi bor, ularni aynan ularga dasturlarni yuklash uchun, ularda productionga chiqarish uchun o'zlarining qonun qoidalari bor. U har oyda bir adashmasam o'zgarib turadi. Biz ham har safar akkauntga kirib, подтвердить qilib turishimizga to'g'ri keladi. Minimal изменение bo'ladi, sredniy unaqa katta изменение bo'lmaydi. Yana nima deb masalan, baglar deb olmaydi, yana nima deb olmaydi? Ko'pincha piratskiy kontent. Piratskiy kontentga qattiq qaraladi. Masalan, aynan App Store'da proverka sal kuchliroq. Mobilda nimasida, Androidlarda unchalik emas. Androidda ishlasa, yonsa, chiq deganda chiqib ketsa bo'ldi. Anaqa, ya'ni masalan App Store'da ilovani ikonkasini o'rniga join deb yuzni qo'yib qo'ysangiz, ruxsat bermaydi unaqa narsaga. Join deb ruxsatsiz. Yo'q, ko'pincha karikaturniy приложениялар bor. Pirati Karibskого morя, shunga o'xshagan kino syujeti bo'yicha qilingan o'yinlarda. Ularda ishlatishadi. Okey. Mana masalan, project manager texnik tarafi ham, biznesni ham bilish kerak deyapsiz-ku. Klient keldi masalan UDevsga. Unga shu ilovani, ya'ni xohlayotgan narsasini siz sotishingiz kerakmi yoki siz o'rningiz kimdir sotib beradimi bu narsani, bu g'oyani? Bu narsani ko'proq sales managerlar sotadi. Chunki sales managerlar asosan biznes taraf tushunishi kerak bo'ladi. Project manager bilan farqi ham shunday. To есть sales manager, bizda ishlagan sales managerlar ko'plari IT ni tushunadi. Bu narsani analiz qila oladi. Ham biznes analitik, ham IT ni tushunadigan odam, ham sales qobiliyatlari bo'lgan odam, shu odam ko'proq klientlar bilan siz ko'proq keyin именно shu narsani hayotga keltirishga mas'uliyatli bo'lasiz. Bizda butun development proseslari bizda. Masalan, odam keldi, zakaz berdi, uni necha pulga qilib berishinglarni kim hal qiladi? Bu narsani sales managerlar bilan hal qiladi. Sizga undan keyin project manager bo'lganingiz uchun sizga ulush tushadimi yoki oylikmi? Bizda KPI sistemasi bor. To есть bizning KPI nimadan зависит qiladi? Agar proyekt shu 6 oyga otsenka qilingan bo'lsa, 6 oy ichida hech qanaqa provallarsiz prodga chiqadigan bo'lsa, to есть zapusk bo'ladigan bo'lsa, biz uni определенный KPI olamiz. Zo'r. Qarang, biz har bir videoda qaysidir mutaxassis bilan gaplashsak, u haqida stereotiplarni aytib beramiz-da. Keyin bizning qahramonimiz ha yoki yo'q deydilar. Hozir sizga stereotiplarni o'qib beraman. Xo'p. Sizni kasbingiz haqida ha yoki yo'q deysiz. Xo'p. Все. Qarang. Tak. Project managerning ishi juda oddiy va texnik bilim talab qilmaydi. Yo'q, qiyin. Project manager faqat rejalashtirish va hujjatlar bilan shug'ullanadi, lekin jamoaning ish jarayoniga ta'sir qilmaydi. 70% ha, 30% yo'q. Yo'q. Okey.
project manager faqat mijozlar bilan ishlaydi, ichki jamoa bilan ishlash muhim emas. Yo'q, yo'q. Barcha project managerlar mukammal yetakchilik qobiliyatiga ega va doimiy ravishda stressga chidamli bo'lishi kerak. Ha. Qancha ishlaysiz o'zi kuniga? Aynan ishlaydigan vaqtimni oladigan bo'lsak, 8 soat ish kuni bo'lsa, ko'proq 4 soatda o'zim ishlarimni bajarishga harakat qilaman. Qolgan vaqtim ertangi kungi ishlarni shu 4 soatda bajarishim uchun nima kerak bo'lsa, shu narsani Ya'ni tayyorlab 8 qo'yaman. soat yetadi sizga. Da. Normalno. Men qalgi biz masalan ofisda, Yo'q, studiyamizda ish vaqtidan tashqari ishlab o'tirish bu ham bo'ladi. Bu ham bo'ladi. Masalan, oyni boshida plan tayyorlayotganimizda yoki oyni oxirida biz zadachalar kech qolayotgan bo'lsa yoki kritik momentlari bo'ladi. bosasiz o'sha payt. O'sha payti komanda bilan shanba-yakshanba kunlari ham chiqib o'tirib ishlashimizga, test qilishimizga to'g'ri keladi. Mana o'zi sizni ishingizda eng sizga yoqadigan va yoqmaydigan narsa nima? Aynan project manager bo'lib yoqadigan tarafi men o'zim kod yozishni tashlab qo'yganman. Uncha yoqmasdi. Kod yozish o'zi. Kod yozish yoqmay qolgan. Qanchadir ham payt developer bo'lganimdan keyin kod yozish yoqmay qolgan. Hozir kod yozmayman, lekin loyihani boshqaraman. Ertaga eng odamning ichidagi o'ziga svoyoga bo'ladi. Shu narsasiga bitta plus bor, to что mana shu proyektni men qilganman. Mana shu proyekt meni proyektim. CEO'si men emasman. Lekin shu proyektni odamlar ishlashi uchun men yaratganman. Zo'r hissiyot bo'lsa kerak. Hissiyot mazada, shunaqa joyi bor. Kayf. Mana bu kompaniyada mana ishlab turibsiz va sizni shu ishingizga yarasha kompaniya qanaqa qo'llab-quvvatlaydi? Ya'ni sharoitlar qanaqa? Har xil aynan nimani nazarda tutasiz? Kompaniya tarafdan qanaqa plyushkalar bor tam? Qaysi tarafda siz? Tushundim. Kompaniyaga kelayotgan paytimda, собеседование paytida уже gaplashilgandi bu narsalar. Bizda sog'lom hayot tarziga, sog'lom turmush tarziga juda ham e'tibor beriladi. Chunki agar biz sport zaliga boradigan bo'lsak yoki sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanadigan bo'lsak, to'lab berishadi. Da. Полностью zal va sport mashg'ulotlari, tam trenirovka boshqa hamma narsa to'lab beriladi. Zo'r. Ishlatasizmi? Da. Boshida ishlatdim. Yana nima? Boshida ishlatdim, boshqa ishlatyapman. Yo'q, keyin o'sha vaqt bo'lmadi. Okay. Yana nima? Yana to есть o'sha KPI deganimda KPIda proyekt vaqtida yopilsa shu bonusniy pulingiz bo'ladi. И также undan tashqari team buildinglar bo'lib turadi. Team buildinglarda biz vaqtida Amirsoyga, vaqtida o'zimiz komanda bilan dachaga yoki shunga o'xshash yig'ilib turamiz. Mana hozir o'qiyapman dedingiz-ku, o'qishingizga ham baribir borib turishingiz kerak, u yoq bu yoq. Bemalol qarashadimi bu narsaga? Ha, oldindan ogohlantirilgan bo'lsa, ha. To есть men soat 9 da keladigan bo'lsam, 9 dan 5 gacha ish kuni bo'lsa, men soat 4 da ketaman. 1 soat вечерний o'qishim bo'lganligi uchun o'qishga ulgurishimga vaqt kerak. Okay. Oxirgi savol beraman. Hozir mana ishlab turibsizlar, u qanaqadir proyektlaringlar bor bo'lsa kerak. Nomini aytmasangiz bo'ladi, lekin shu mana ishlab turgan narsalarning ustida qanaqadir eng qizig'i qaysi? Ya'ni kelajakda mana UDevsdan chiqadigan qanaqa zo'r loyiha yoki ilovani ko'rishimiz mumkin. Nomini aytmasangiz bo'ladi. Chunki bilaman sir. Lekin nima qilishni aytsangiz zo'r bo'lardi. Bu har xil turdagi loyihalar bo'lishi mumkin. Chunki UDevsda o'zida bitta loyiha bo'lmaydi. Bilaman. Shu o'zingiz ko'zlab qo'ygan sizga eng yoqayotgan qanaqadir? Men o'zim loyiham yoqadi o'zimga. Juda ham o'zim ishlagan loyiham yoqadi. Nima qilishni ayta olmaysiz? Ayta olaman. Bu onlayn kino platforma, oldinroq aytganimdek. Onlayn kino platforma o'zining eksklyuziv seriallarini taqdim qiladi. Ya'ni
platformani o'zi mana shu seriallarni olishadi va shu platformaga O'zlari joylashtirishadi. olishadi, o'zlari полностью prodyusirovание noldan oxirigacha o'zlari boshqarishadi va ular также partnyorstvosi bor chet elda kinokompaniyalari bilan. Ularni ham kinolarini o'sha platformada ko'rsatib Biz boradi. hali bozorda bu kompaniya nomini bilmasak kerak. Уже довольно знаменитый. Aha. Okey. Insight. Уже довольно знаменитый bo'ldi. Bo'ldi. Rahmat kattakon. Juda ham qiziqarli bo'ldi. Sizga ishlaringizda omad. Rahmat. Anu ilovani yaqinda ko'ramiz degan umiddaman. Ko'rib turganingizdek, PMimizni haligacha ham studentlar, ya'ni student bo'la turib ishlashni boshlaganlar va siz ham mana shunday qila olasiz agarda hali ham boshlamagan bo'lsangiz. Agarda dasturchilikka qiziqsangiz, UDEVsdan yaqinda kurslar paydo bo'lishi mumkin dasturchilik haqida va ularni o'tib bo'lib bu yoqqa kelib ishlashingiz ham mumkin. Shunga asnovani kuzatib turinglar. Doim bazamiz yangilanib turadi. Doim qanaqadir yangi yo'nalishlarda kurslarimiz paydo bo'ladi. Kanalga obuna bo'linglar, like bosinglar, chunki balki kelajakda sizni qiziqtirayotgan karyerangiz haqida biz video olishimiz mumkindir. Siz bilan Sadullo Abdullayev edi. Xayr.